Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar va kuzatuvchilar. Sizlarga bir narsani ilinish maqsadida bu videoni qilyapmiz. Xo'p, juda ko'p holatda savollar bo'lyapti. Stilajlar haqida, tovarni vid haqida, qanday holatda ko'rinishlari, qanday joylashishlari haqida ko'p savollar bo'lyapti. Faqat Andijon viloyati bo'ylab biz faoliyatimizni boshlagandik. Hozirda Namangan, Quva, Qo'qon, Toshkent, Surxondaryo juda ko'p viloyatlardan ham bizga takliflar tushyapti. Avvalambor rahmat. Faqat ochig'i bizda hozirgi holatda nima deydi? Bizni kuchimiz praktiski yetadigan holatda emas. Lekin kelgusida Xudo xolasa shularni yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Navbatma-navbat hammanglarni inshaalloh do'koninglarga borib chiroyli holatda порядочный qilib berishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Asosan mana shu polka masalasi juda ham eng nima deydi, ishni ochadigan narsa shu bo'lyaptiki, avvalo sifatli polka tanlash kerak. Sifatli polka mana o'zimizning Andijonda ishlab chiqarilayotgan Meros zavodi bor. Shu Meros degan firma bor. Shu firmada polka stilajlar, xolodilnik, morozilkalar, hamma narsani topsanglar bo'ladi. Ular bilan biz hamkorlikda ish olib boramiz hamisha. Xohlagan razmeringizga tushishi, xohlagan rangingizda tayyorlab berishi bularning ustunligi ham ishini sifati, qalinligi juda ham kuchli, mohirona ishlangan. Shuni hisobiga bemalol xohlagan razmeringizga qo'yib bu narsadan foydalansangiz bo'ladi. Stilaj polka hamisha tovarni ko'rsatib beruvchi narsa. Rangi ham, hajmi ham. Shuni inobatga olgan holatda shunaqa polkalar tanlashinglarni tavsiya qilaman.